Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Qanavinglar yaxshimi? Obdan turib o'tamsizlar. Bugun biz o'qiyotgan Hayot O'chining Avzari nomli mushu kitobimizni o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitob dаңlıq qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoir Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan bir kitob. Biz bu kitobning birinchi bobida asosliqi bu ikki shoirning o'zining yurtiga, o'ziningki jamiyatiga, oilasiga aloqador tarixiy voqeliklar, vatan tem qilingan suhbatlarga daxil bo'ldik. Ikkinchi bobda qozoqlar va qirg'izlarningki ichidagi dаңlıq shoirlar, dostonchilar, ya'ni shu millatdagi shundoq ko'zga ko'ringan ma'naviyatga ta'sir qilgan kishilar haqidagi paranglarni angladik. Oldingi bobda biz Manas o'qiydigan Jambil degan odamningki hayoti to'g'risida gap qilib, to'xtagan to'q bugun shu yerdan davom qilamiz. Shahonov Jambil Aqsoqol Qirg'izning Nini Otash Zuvan nashtar tilliq shoirlari, nag'ma navochilari bilan qiyomatlik do'st, qarindosh bo'lib, o'z san'atlari bilan ikki xalqni sug'urib turgan edi. Buyuk talantlarning go'yida o'z muhitiga patmay qoladigan to'sqinligim bor. Ular boshlariga og'ir kunlar tushganda bir-biriga boshpana bo'lishgan edi. Aytmatov Qirg'iz xalqining atoqli shoiri To'xtaqul Yiroq Sibiriyada surgundan qochib kelib o'z ovuliga bormay, oldi bilan do'sti Jambilning qishig'i bog'ini mushu qarindoshlikning dalili emasmi? Shahonov Albatta, Jambil Oqsoqol o'z vaqtida Manasni tangni ulab turib aytgan emasmi? Yana kelib u bu dastonni aytganda qirg'izlarning nurg'un manaschilaridan eshib ketgan. Atoqliq kuychi Murat Ali bilan basga tushganligini anglaganmidingiz? Shu bas-basda Jambil qirg'izlarning 13 kuyini, Murat Ali bo'lsa qozoqlarning 15 kuyini voyaga yetkazib o'rindaydiganligini ko'pni ko'rgan bu o'ylar yaqin quchoqlag'icha tillarda daston qilib aytishib keldi. Masimxon Baysaboyev degan oqsoqol o'z vaqtida Qozog'iston Ministrlar Kengashining raisi bo'lib xizmat qilgan. Shu kishining Jambil to'g'risida aytgan buni qiziq hikoyasi esimda qoldi. Olmaota oblastlik partiya komitetining birinchi shujisi bo'lib ishlayotgan chog'larim edi, deb boshlagan edi u hikoyasini. Jambil noyisi Olmaota oblastida qaraydi. Jambil oqsoqolning atoq obro'yi osmonga taqishib, boshqa birovning emas, Stalinning qo'llashiga erishib, butkul kengash ittifoqining hurmat ehtiromiga sazovor bo'lgan chog'larda bir kuni menga voy Alloh tova, Jambil oqsoqol 100 yoshga bir necha qadam qolgan chig'ida bu so'g'amni yengishlayman, xotin olaman deb jidal qilyotdi. So'zlashib, ishini pishirib qo'ygan odam bor ekan, qarordan qaytadigan alfaz yo'q degan xabar keldi. Qozog'iston Kompartiyasi Markaziy komitetining shu chog'dagi birinchi shujisi Jumaboy Shayaqmatov buni anglab qattiq cho'chib, ikki qo'lini keyniga qilib, ishxonasida u yoqdan bu yoqqa mengib ketdi. Haqiqatan xalqimizning or-nomus hisobida ulug'lab beshiga ilib ko'tarayotgan muhtaram kishining turibla buzilib bo'sog'i yutgayman degini bir tarafdan kulkilik bo'lsa, yana bir tarafdan shu chog'lardagi shakllangan axloqqa zid ekanligi ro'shan edi. Bu sa'atchilikni hech kim anglamasin, dedi Jumaboy Shayaqmatov. Darhol to'sish kerak. Oqsoqol olaman deb ishtiyoq tushib qolgan yiliq ayolning qandoqchisi bor ekan? Kolxozda ishlaydigan bolasi bormish, deb angladim. Darhol noyining birinchi shujisi va kolxoz boshqarmasi bilan xabarlash. Ayolni darrov royidan yondirsin. Biroq buni Jambil sizib qolmasin. Bu ishni bolasi orqali hal qilgan tuzuk. Ansiga bo'lamay yurgan qandoq layg'azal nima u? Navoda mushu deganlarim amalga oshmasa, xizmatim bilan xo'shlashdim desang bo'ladi. deb Shayaqmatov mushtim bilan ustalga urdi. Ishni yo'lboshchining aytqandek qilib aplashtirdim. U ayol Jambilga tegaman degan o'y fikrni yoltaydi. Ko'nglimiz joyiga tushib, xush xabarni Shayaqmatovga yetkazishga oldirdik. Barakalloh. Bir ayolga kuchinglar yetmasa, qandoqsiz jut so'rab jursizlar, deb rozi bo'ldi u. Biroq bizning qilgan ishimizning shoirning qulqiga yetib qolmasligini alayda ta'kidladi. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin Jambil kasal ekan, o'rin tutib yetib qopti degan xabar keldi. Hukumat bilan partiyaning Jumaboy Shayaqmatov boshchiligidagi bir to'p rahbarlari uning uyiga qarab yo'lga chiqdi. Jambil Oqsoqolning ovuli Olmaotadan bari yo'q 70 chaqirimdek keladigan yer. Ozoda, salqin, go'zal diyor edi. Basaq Jambil Oqsoqol uyning to'rida sinoylanib yetibdi. Turnalardek tizilishib turib qilgan salomimizni ilkamidi. Qasdan ta'tirlik qilib yetib olganligini bildik. Assalomu alaykum Jambil Oqsoqol, deb Shayaqmatov boshlab yangi boshdan salom berdi. Bu qitim Jambil Oqsoqol ta'tirga qarab yotgan pet qulqining yenidan qo'lining uchini sundi. Shu chaqda ichkari uyga kirgan kelini Jambil Oqsoqolning to'shkining ostidagi chilapchini elib sirtqa mangdi. Sal o'tib Jambil Oqsoqol asta o'rilib beshini yostiqqa qo'ydi va
Voy, qiz taloqlar ey, dedi xafa bo'lib. O'yinay deganim terimga sig'may ketayotganimdan emas, yo'l o'tirdi iting o'lmasin degan gap bor. Mo'miyim ketib qolgandan keyin g'ayribsinib kelinimning qo'liga qoldim. Uning qiynatisining ta'rini to'kib yurganini bayqagansizlar, uning uvol bo'lmadimi? Mo'may bo'lsa, kelinimga buncha bilan ig'irlik solmas edim men. Sizlar buni o'ylab baxtinglarmi? Talay yillar qozoq davlatini boshqarib yuribmi, beshinglarni quchqashni mangchilik ming yo'qkina, deb yana ta'tir o'rlab oldi. Aytmatov. Sirliq ayağının sirkəsimi sini ketmeptu degan mushu. Shoirani әкелеш bilan shoirani chapqurliq qandaq gap solishib ketgan-a? Umuman olganda qozoq bilan qirg'izlarning toji o'tug'atliq shoirlari Suyunboy bilan Qatag'onning, Jambul bilan To'xtaqulning, Tug'luq mulla bilan Ummat Alining, Kanam bilan Alimqulning ich qo'yin tosh qo'yin bo'lib aralashishi butkul xalqning til birligiga, uyushqoqligiga negiz bo'lgan emasmi? Jambul bilan Shabdonning o'zaro hurmatlashib, qiyomatlik do'st bo'lib o'tganligi o'z oldida bir tarix. Şaxanov. Hə, Şabdan Batur Rus armiyasida polkovniklik əməl bilan Aqso'nglik unvonini olgan edi. Biroq bu mansablarni allakimlardek o'z ehtiyojiga emas, balki xalq manfaatiga ishlatgan. U yana qirg'izlar bilan qozoqlar ichidagi san'atkorlarni tang qadrlagan. O'zi danqi chiqqan hukmron Ombol bo'lsa-mu, kichik fe'l, ko'ngli ko'ksi kang, mard odam edi. Shu topda Asqar Aqoyev aytgan munu paranglar asga tushyotdi. Qozoq xalqining yetti rayonlarini esil she'r nazmlari bilan tavratgan Jambul ovulining johil, hokovur, yo'lsiz hukmronlari qiydisa, bir tuqqanim qirg'izimga, shabdonimga ketaman deb Olatog'ning kungay tarafiga qarab mangadi ekan. Bir qatim cho'ng kaminida, ya'ni bu yaning ismi ekan. O'ltag'an Shabdon Ombol general gubernator Kolpakovsning tiz kel deb chaqirtishi bilan paytunni qo'shtirib, yanada mangadigan kishilarni tanlab, endi mangay deb turishiga eshikning oldiga Jambul kelib, itini bog'laganmish. To'xtanglar. Kolpakovskiy yerim podsho bo'lsa-mu, Jambuldan cho'ng emas. Safarga 2-3 kundan keyin Jambul oqsoqolni uzitib qo'ygandan keyin andin boramiz deb Shabdan shoir do'stiga Allohdan 6 qanotliq oq o'y tiktirib, yurt katlarini chaqirib, Jambulga manasni, Suranchi Boturni tang atquchi aytqizib puxadan chiqibdi. Shabdanning onasi Bali xonim Qulunimning cho'ngchiligi go'dak chog'larida ko'zga chiliqqan 3 yoshga kirguncha amchikimni yolg'iz o'zi ammay qo'lim qo'shnilarning o'zi bilan tang qurbonlarini elib kelib birga imitatdi deb so'zlab yuridi ekan. Qirg'izlar bilan qozoqlarga sexiy mijozligi bilan mashhur bo'lgan Shabdonning yigit besh chog'da tushgan surtida meydasiga taqilgan 2 medali bor edi. Endi yoshinib, yigitlikka ketgan chog'dagi tushgan surtida shu medallarning birsili ko'rinadi. Buning sababi mundaq ekan. Bir kuni Shabdan uyda o'ltirsa, el kezib yurgan bir qalanda ishkidan qarabdi. Allah ahvol so'rsa, u bir ota-onasidan kichik yetim qolgan, qarindosh tuqqani yo'q kambag'al ekan. Shabdan sadiq beray deb yon beliga qarasa, damonliq qo'lga chiqqidek bir nim tepilmabdi. Bu uning butkul mol-mulki so'rilib, qaqsanan bo'lib ketgan, faqat birla ko'k buqis qolgan chog'lar ekan. Shu chog'da u meydasiga jiranglab turgan yarshimliq Rus podshohidan olgan qo'sh oltin medalining birini chiqarib, el qalandaning olqiniga selib Bishkekning bozoriga pirib sot, pul qil yoki molga almashtir. Tilamchilikdan qo'l uzib hayotini o'zgartirishning g'amini qil debdi. Boyaka degan kishining Sadap ismlik o'ti bilan kirib, kuli bilan chiqadigan bir chakar bo'lgan ekan. U olg'oy, tili kamtuk, hovushig'idek itimi yo'q, ikki tal karaganing beshini qurashtirib yasagan olchuqi, ya'ni oddiy kigiz uyni olchuq deydi ekan. Bir bechora boyqush ekan. U ochig'i kelganda yo er ommidi, yo yer ommidi deb baxtsiz taqdirdan zorlaydi ekan. Bir yili boya aka kuzlakdan qishloqqa ko'chganda, heliq ayol kuzlakda tikandek yolg'iz qilib, tun bo'yi olchuqini bo'ri yoqlab, shirinjini ko'zi ko'rinib chiqibdi. Ertasi Sadap Chashka mezgilda ishga oldida tursa, yaqin yerdan o'tib ketayotgan Shabdan bilan boya aka boshchiligidagi bir to'p otliqlar o'tib ketayotgandek. Bularni ko'rib, yuragi yerilg'idek xo'shib ketgan Sadap Shabdan Batur, yam ichib keting deb kuchab vaqirabdi. Buni anglagan Shabdan yenidagi hokim Bolislarning shaptilq qishlariga e'ron qilmay, itining beshini olchuqqa burabdi. Batur Sadap tutgan girviki puchuqqachidagi yamini Shabdanga ilayotganda boyaka, "Hey dedik, bu nimani Batur ichmaydi, nerapa?" deb qo'li bilan qochini to'sibdi. Odat bo'yicha biz luqmadan cho'ng emas, akel bu yoqqa deb ot ustida turgan Shabdan bu yamini ichib o'tibdi. Pah, nima degan ichishlik? Yamingiz tovada turibdi, usab turatdim, toza qiynab oldim. Buguncha chidab turing. Bizning ovulning yigitlari at kelib ko'chirib ketar deb Batur itining beshini
Yo'lga qarab burapti. Biroz mang'andan keyin, "Hey, boy aka, ovulingning hech nimasi yo'q panohsiz bir ayoliga shafqating yetmay turib yurt so'rayman deganing nimasi?" deb vaqirapti. Keyin Shabdan Sedepke 4 qanatlı qara uy tikkizib, 6 qo'y, bir baytalni apirib bo'sog'isiga bag'latqizibdi. Shu chaqdada Shabdan ambal bechara ayolning elib kelgan ussizligini ussiganligidan emas, balki ko'ngli yerim bo'lib qolmasin, uning ko'ngli ko'tarilib qolsin, istiqboldan umid uzmasin degan o'yda ichibdi dekmish. Bo'lmasa butkul qirg'iz xalqi xon bilib oldidan to'g'ri o'tmagan Shabdan yamiga zar bo'lib kelmagan bo'g'iydi. Bu bir xil ichimlikning ismi kechmi? Rossiya padişahının mustamlik siyosatiga ömür bo'yi qarshi yo'l tutgan, Olayning ayol podshohi deb nom olgan Qurmanjon Datqani. Datqan degani mau bir xil nom emelning ismi ekan. General Skobulovga asirga tushganda "Ballalaring nada?" deb so'raganda qaysar ayol "Chinari qo'linglarda tursa, shoh butoqlari nega bordi deysan?" deb javob beribdi. Ayolni tiz buktirolmay yerilg'idek bo'lgan general Qurmanjonning keyniga 30 askarni kuzatga qo'yib, uni qamoqda tutib turgan. Shu chaqda Shabdan orqa tushib, "Agar datqa qechib ketadigan bo'lsang, uning o'rniga meni etinglar" deb Qurmanjonni bo'shtiryapti. U 1901 1901dan 1911 yillar orasida tug'ilgan yeri cho'ng Kameniga Shadmanya madrasasini ochqizgan. U yerda bilim olgan qirg'iz, qozoq, o'zbek, rus bolalarini Virnidagi o'rta maktabga, Virni degan Olmaotaninki burunqi ismi ekan, Olmaota. O'rta maktabga Bishkekdagi bog'vanchilik maktabiga kirgizib turgan. Botir qiyirgan chog'ida bolalarga "Ambalning oxiri mana men, sizlar mansabdan tama qilmay qo'yinglar. Ambalning oxiri mana men, sizlar mansabdan tama qilmay qo'yinglar. Boyliqmi, boyliq bilan kelgan atoqmi, tikish to'xtamaydigan narsakan. Uningdan ko'ra ya teringlar. Halol taringlar bilan kun ko'ringlar" deb vasiyat qilibdi. Aytmatov. Tarix odatda hujjatlashtirilgan haqiqatlar bilan isbotlanib turadi. Bizning xalqimizning turmushida yuz bergan voqealar ko'pincha rivoyat, afsonalarga aylanib ketadi. Zamondoshlari bilan keyingi avlodlarning voqealarga bo'lgan ko'z qarashlarimi shuning bilan sirliqlashib boradi. Voqealarning mohiyati bilan xalqning bosini ko'rsatadigan rivoyat, hikoyatlar bizga mushundoq yetib keladi. Masalan, Shabdan haqida yetib kelayotgan hikoyalarning yana biri mundoq. 1912 yili bo'lsa kerak, Shabdanning ro'yiga atab nazir beriladi. Olatog'ning kungiyi bilan taskidagi el-yurt hammasi degidek oshga chaqiriladi. Qirg'izlar bilan qozoqlarning botir chavandozlari ovul ustini bir qavat to'pchonga ko'mib yetib keladi. Shabdan Botir bilan hayot vaqtida o'zaro cho'nqur sirdishib o'tishgan Jambil ikki inisi Kanan bilan Umbatalini agashtirib nazirga bir kun burun kepti. Bayga oyoqlashib etishga navbat kepti. Ikki elning shoirlari navbat bilan to'pdan sug'urilib chiqib, nazmi gulxonlarini yelinjitidi. Nödər bəylər bilan növer amballar qizi qatlamiga to'yib, qimizga qizib o'tirishganda, qozoq oqillari Umbatali Karbayev koni dumbrasini qo'liga ilib, qirg'izlar bilan qozoqlarning qeyrindoshligini, Shabdanga o'xshash bahodirni, To'xtaquldak tangdossiz tulparni naqsha qo'shib aytidi. To'xtaqulning ism atlishi bilan qo'yinib o'tirgan beklarning biri kirpidek tugilib, "Tilingni tot, hey, aybkor qochqin. Chiq uydan" deb Jambilning o'ng tarafida o'tirgan To'xtaqulga vaqirib, ulug' shoirning Sibirdan surgunda qochib kelganligini yuziga solmoqchi bo'ladi. Bu chaqda Jambil qahr g'azabga kelib, "Hey, balam" deydi heliqi bek qadilib turib. Shabdan faqat qirg'izlarningla dunyoga bir kelgan o'g'lon emas, qozoq xalqigami ko'p shapoyat tekkan qadrdonimiz edi. Mana To'xtaqulmi shuningga o'xshash ikki xalqning o'rtaq farzandi. Birini maqta, ikkinchisini dodla deganinglar qandaq gap? To'xtaquldek shoirni qirg'izlar bilan qozoqning ayollari bir asrda bir liqitni tug'ishi mumkin. Endi To'xtaqulga qarshi bir og'iz gap aytilsa, oshni tashlab ketishga majbur bo'laman. Chin gapga qoyil bo'lgan Shabdanning urug' tuqqanlari Jambilga to'nchapan kiygizib, oldiga oqboz arg'amoqni qo'ydi. Bu chaqda Jambil: "Hurmat qilganinglarga ming martaba rahmat. Bu mukofotinglarning egasi To'xtaqul bo'lsin. Sibirdan qo'l ilki qisqarab tas qilib qechib keldi emasmi?" deb el-yurt ichida qiyomatlik do'stining obro'yini yana bir qaytim ko'tarib, o'ziga tortiq qilingan hadiya inomlarni To'xtaqulga buyuribdi. Shaxanov: Bu dunyodan ko'radigan qiziqi, yeydigan rizq tugashdan sal burun Jambal oqsoqol o'pcho'risiga ovuldoshlarini, qarindosh tuqqanlarini, navri chavirlarini yig'ib olib,
Qadrdonlarim, yaqinda aranglardan qaytma safarga otlan qilyapman. Tushimda So'ranchi Saribay topshirgan Qizil Yo'lbars Bo'sug'amdan chiqib, Olatog'ning kungay tarafiga qirg'izlar qarab yurib ketdi. Keynidan uni kish-kishdab shuncha chaqilsammi qayrilmadi. Jastimni o'zim o'stirgan boqqa dafn qilinglar degan ekan. Xalqimizning hech nimadan qo'rqmaydigan boturlari, danishmänlari va qudratli shoirlarining hammasiga birdek nisb bo'lmaydigan, faqat buning ichidagi sarxillarga nisb bo'ladigan yovvoyi hayvonlar sirtidagi qo'llovchi egilar bo'ladi deyishadi. Ular har doim tushga kirib bishorat berib, o'z homiylarini qo'llab-quvvatlab turgan. Masalan, g'oz tovushli Qozibekning qo'llovchisi Qo'shqoplan, Kampirboy shoirning Chiparödek, Jambul oqsoqolning yo'lbasi deyishadi. Jambulning avlodi yozuvchi Nag'ashbek Qapalbekov degan eningiz, o'g'lingiz Asqarni ergashtirib, shoirning ovuliga kelganingizga Jambulning xislatlik beg'ida bolangizni yumulatib, qabrisini topib qolganligingizga guvoh bo'lganligini hikoya qilgan edi. Aytmatov, hammasi boy o'zing aytgan qarindoshlikning sadosi-ku. Yosh vaqtimda bir oqsoqoldan anglagan munu voqeaga diqqat qil. Jambul dunyodan o'tganda hukumat beshidagi qaysi birining beparvoligidanmi qirg'iz eliga xabar yetmabdi. Marhumning 7 nazr kuni oshda atlayotganda otlar qartag cho'milgan biti olim qul boshchiligidagi qirg'izlarning 3 to'kma oqini bo'tidek bo'zlab yetib kelib, ot ustida qo'mizlarini sozlab, voy bir tuqqan qarindoshlar, voy Jambulka, faqat qozoq nomining faxri qozoqlarning mulkimiding. Qirg'izlar siz Jakemni qandoq ko'mdinglar? Jakem degani shu Jambul degan odamni Jake deydik. Tugamas xafaligimiz bor. Qabris noziri ichinglar, qirg'iz xalqi nomidan bir o'chimdan to'p solamiz deyishib navbat bilan nazm aytib turibdi. Bu yerdan o'rtangan el yurt qarindoshlarining yo'lliq ranjishidan yerni cho'qchilashdan boshqa amal topolmabdi. Shu chog'da kishilar orasini yerib Jambulning izlarini besib kelayotgan inisi Ummat Ali Kariboyev dasturib, do'mbirni qo'liga ilib uzoq nazm aytibdi. Qozoqlar bilan qirg'izlarning talay asrlik birlik ittifoqligini, Jambulning so'nggi kun qozoq bo'lsin, itim qirg'iz deb kuylashidagi tub sababini, xabar yetkazish tegishli bo'lgan olli kimlar tufayli jigar pari ikki millatning o'rtasida ziddiyat paydo bo'lib qolmaslik lozimligini aytib, qozoq xalqi nomidan kechirim so'rab, 3 oqinning oldiga qalpoq, chopon, belvig'ini tashlab, tizilib turib bosh egibdi. Qarindosh bir o'limda, bir ko'rimda sinala degandek o'pkalar o'rilgan qirg'izlarning 3 o'g'loni buni anglab otlardan tushib, el yurtqa nazm bilan o'lim fatisi o'qiydi. Buningdan ortiq qarindoshlik an'anasi bo'lamdi. Epika bilan romantikaga bo'lgan bizning milliy xohishchanligimiz, alohida rivoyatlarimizmi tilni yog'idek shirin, tortmaliq keladi. Biroq romantizmlik tusi kam, xohishi o'zgacha, qiziqchi, birini bir deb lavzdan yonmay hayot kechiradigan jasur insonlarmi bo'lgan-ku. Bizdagi shundoq kishilardan ko'zim bilan ko'rganlarim Rayhon Shukurbekov bilan Midin Elboyev edi. Boburjon Momishmi shundoq o'zgacha inson. U qozoq elining ulug' odami. Harbiylik hayotimdami, yozuvchilik safarimdami polkovnik mansabida qoldim deb kichik fe'llik bilan aytgani bilan, meningcha burungi Sovet ittifoqida Boburjon Momishdek tragediyalik va baxtli o'tgan kishi to'lim oz bo'lsa kerak. Boburjon aka haqida Ozilxon Nurshayqov Haqiqat va rivoyat nomli esil bir kitob yozdi. Kitobda Vatan urushi yillari ko'rsatgan qahramonligi va botirlik rivoyatga aylangan Momishning 3 qitim Sovet ittifoqining qahramonlik ordeni nomzodiga ko'rsatilib, bir qitim baholanolmaganligini, harbiy akademiyani bitirib generallarga dars o'tib yuribmi, polkovnik unvonidan yuqori unvon ololmaganligi haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Boburjon aka o'z davrining qalb chambiriga sig'may, o'z obro'yiga munosib hayot kechirdi. Haqiqatni yo'shirmay yuzma-yuz aytishga odatlangan qilishdek o'tkir mijozi uni unvonidanmi, mansabdanmi mahrum qoldirdi. Urush mezgillari tugul, tinch kunlardami adolatsizliklar oz bo'lmagan-ku. Qo'l ostidagi askarlarni 272 qatim atakaga chiqarib, hammasi butunlay qozongan Boburjon Momishning to'hfasi Vatan urushidagi yorqin sahifalarning biri. Ba'zi chet mamlakatlarning harbiy maktablarida uning tajribasining ilm qatori o'qilib kelganligini ahamiyatsiz deyishga bo'lamdi. Aytmatov. Aleksandr Bekning, ya'ni rus yozuvchisi Elishish romanining avtori ekan. Volu Kalam Tashyo'li nomli asrni Jambul mol doktorlik texnikumlik chig'imda o'qib, Jambul degan ham birisining ismi ekan, ham bir ovul, ya'ni bir yaning ismi ekan. Boburjon akaga g'oyibona hurmatim qo'zg'algan edi. U o'zining erlik
jasorati bilan azmatlarga xos qaysar ro'yi bir necha avlodning hurmatiga noil bo'ldi. Men shundoq otog'liq qahramonning oramizda tirik yurganligiga hayron bo'lgan edim. Chunki menga mundaq jasorat egalarining hammasi o'tgan asrlarda hikoyatlar bilan aralashib o'tib ketgandek tuyuladi. Keyin Lenin mukofot olganimda Boburjon akaning Olmaotadan telegramma yo'llab samimiy qutlaqlaydiganligini, Moskvada, Olmaotada talay martaba ko'rishib, ochiq ko'ngillik bilan sirtishadiganligimizni nädin bilay? Bir qatim Arbat ko'chasining bo'yida yo'liqib qolgan qahramon og'amiz Chingiz, alichida men to'g'riliq 120 vagon o'sak so'z bor. Ashuning bir vagoni haqiqat, qolgani 119 vagoni yolg'on. Fidel Castroning maxsus chaqiriqi bilan Kubaga borganimda deb hikoyasini davomlashdi u. G'unchidek chiroyli bir qiz yanıma kelib, polkovnik, siz to'g'riliq ko'p anglaganligimdimi aytavur, kichkimdan boshlab sizga g'oyaviy oshiq bo'lib qolgan edim. Xohlasangiz ayolingiz bo'lay, elingizga ilib keting, dedi u. Hech yiqilgandek emas, balki erkilgan peti oldimga kelib turdi. Güzel qiz, dedim uning ko'zlariga neshtardek qadalib. Qozoq xalqida qiz chig'ida hammasi esil, yomon ayol nadin chiqdi degan maqol bor. Siz mening mijozimni bilmaysiz. Bilsangiz bundaq demas edingiz. Ma maqol tamsil payskana. Qiz chig'ida hammasi esil, yomon ayol nadin chiqdi. O'zi talab qo'yib turgan qizni nikohga ilib kelgan bo'lsam-ku, men to'g'riliq tarqalgan pishni pasash 2 vagondan ishib ketmas edi. Ikkimiz tangli qaqoqlab kulishib ketdik. Shaxonov. Boburjon akaning Chimkentga kelgan bir safari esimda qoldi. O chaqda men Cumhuriyetlik Leninchi yosh gazetining Janub oblastidagi o'z muxbiri edim. G'ilpal ko'ringan yangiliklarni tizdan ilib kelib gazetga chiqarib yurgan 22-23 yoshlardagi yigitlik chag'im. Bir kuni gazetning muharriri asarlaringizni qozoq tilida karomat so'zlatgan yozuvchi eningiz Sharixon Murtazo menga telefon berib, Boburjon aka Sarag'och shifogohiga dam olg'ili ketyotidi. Atsada Chimkentda poyezddan tushidi. Oblastning boshliqlariga xabar qil. Aydalig'i berib qolgandek bo'lib qolmasin. Kutilishqa o'zingmi bildichiq deb topiladi. Men shu yerda oblastlik partiykomning shujisi Sulaymon Zodinga telefon berib, Boburjon Momishning kelayotganligi xabarini yetkazdim. Sulaymon Zodin aka bir hazo unsiz turib, "Muxtor" dedi aran nafas ilib. Qahramon akamiz bultur kishilarning oldida meni ayblab, ko'nglimni og'ritgan. Men qarshamayli qo'yay. Meni jiddiy ish bilan qo'shninoy ketibdi deb qo'y. Biroq bu gap mishali qolsin. Obukumdan mashina chiqaray. Shahardagi Boburjon aka o'qigan Sipatayev nomidagi maktabning mudirlariga mening nomimdan telefon ber. Pionerlar gul taqdim qilsin. Qolgan ish sana omonat dedi. Endi o'zim dilg'ul bo'lishga boshladim. Qildim qiyiq kes yuz xotir qilmaydigan qahramonning danqini sirtidan anglab yuratdim. Mashhur Aleksandr Bekning Volokam tosh yo'li ne yozadigan chog'da bir og'iz yolg'on gap qo'shsang barmoqni chopaman degan Boburjon aka kimdan aymansin? G'albi kunining arpisi suhbatlashishga buyurilgan bir muxbirning voy Boburjonning qishig'i avatkicha qafas ichidagi oslonning sag'risini silab kel deganinglar yaxshi emasmi deb gazet muharririga arz shikoyat qilib qattiq ranjiganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Hatto mundaq bir ishni yurtdagilar uzoq vaqtlargacha rivoyat qilishib yuribdi. U chaqlarda yozuvchilar boshqalarga qaraganda xeyli yaxshi turmush kechiradi. Hatto o'ttiral yozuvchimi yil oralab chiqargan kitobining qalam haqiga bir mashina seta olaydi. Ular ba'zi hukumat bahsi bilan setib beradigan imtiyozga erishadi. Boburjon akaning mashinasi bor edi. Faqat anda santa Olmaota oblastlik partiya komitetining birinchi shujisi. Adabiyot san'at arboblariga alayda jon ko'ydiradigan Asanbay Asqarovga telefon berib, shofir chaqirtib ehtiyojli yerlarga berib keladi deb anglaydi. Boshqa vaqtlarda mashina davomli bekor turdi ekan. Yil bo'yi qo'shin jumhuriyatlardan kelib mashina setib olg'uchilar, yozuvchilar ittifoqini agib yuratdi. Ularning bunday qilishdagi maqsadi yozuvchi degan hisob kitobga nabobroq toifa. Mashinani a'zolam ilib, moylab sirlab qimmat setib, oradan foyda olish xolos. Shunday qilib foydaga xo'rdi bo'lgan mekkarlar yoz bo'yi yozuvchilarni yana avara qilishga boshlaydi. Shu chaqda ular bilan qerishgan biri o'rnidan turib, Boburjon mashina sotadigan deb angladim. Berib so'zlashib beqinglar. Kelishmasanglar o'zi mard kishi, hatto bekorga berib o'tishi mumkin deb ishga oyankashni Boburjon Momishning uyiga avatibdi. Ishki sodiga Boburjonning uyiga kelganda Boburjon ustiga choponni yepinchoqlab gizda o'qiyotgan o'xshaydi. Ishki sodiga ish qilib ichib kiribdi. Qozoq urf-odatidagi qattiq amal qiladigan mehmon do'st Boburjon aka ularni tonimasam to'yga chiqarib
"Ey, xotin, qazanас" deb vaqiraptı. Mehmonlar odiqib maqsadini aytmoqchi bo'lganda qahramon "To'xtanglar, avval taom, andin kalam" deb ularni ig'iz ochirmabdi. Choy tortilib, keyindan bir tovoqda go'sht kepti. Tomoq yeyilib, qo'l chayqalib bo'lgandan keyin Bobirjon aka mehmonlarga "Ha, endi nimishqa kelganinglarni aytinglar, ruxsat" deb tamokisini haromonlik bilan og'ziga opirdi. Shu chog'da atigandan buyon xudodek ko'rib hurmatlayotgan mehmonning biri "Sizni mashinasini sotadi deb angladik, ishlatmaydigandek qilasiz. Satsangiz biz olatdiq" deb duduqlagan holda gapini boshlabdi. Tabiatida biror narsani setishni, umrida biror narsani birov bilan sodlashni bilmaydigan va bundoq qilishni o'ziga nomus deb biladigan bu mard odamning quyuq cheshi tik turib, burtlari dingiyib, o'rnidan dast turib, yiziq ustidan tortmasidan tapanchasini sug'urib oldida "Turinglar!" deb vaqirabdi. Tizlari titrab turgan ikkisi o'rinlaridan darhol dast turibdi. "Yetinglar!" deb yana buyruq qilibdi. Jon degan totliq emasmi? Qo'lida tapancha o'ynatib turgan Bobirjon mo'mishning "Turinglar, yetinglar" degan amr farmonini noiloj ijro qilib 40-50 qitim yetib qo'pqan heliqalar oxiri chiliq-chiliq qor tagiga cho'mib uni o'chibdi. "Orqanglarga burilinglar" debdi bir hazo o'tgandan keyin. Puxadan chiqqan Botir "Yo'qolinglar, mashinani sizlarga sotqinimdan o't qo'yayotganim tuzuk." Bundaq vaqealarni talay qatam anglagachqa Bobirjon akaning oldiga pionerlarni boshlab yolg'iz chiqishga qo'rqdim. Janubda Narboy degan bir shoir o'tgan. Mijozi to'lim qiziq kishi edi. Yozganlarini o'qish uchun qaltis bir sabr toqat kerak bo'ladi. Oxirgi bir ikki tovushi qopiyalashdimi bo'ldi. Shibqi mojan tizgandek tizib nazmi tuziveradi. Buningga boqmay tex xuy yomon edi. Jamoat o'ktam mijozini aymanamdi yo cho'ng yoshliqlarni hurmatlash odatidami ish qilib janubda o'tkazilgan yig'inlarda boshdan oxirigacha shu kishi bor edi. Bobirjon ota jamoat inim. Ta bugungacha oldimdan to'g'ri o'tib baqqani yo'q deb lab urg'ini talay qatim anglagan edim. Tanqisliqda qolg'achqa Narboy akaga telefon berdim. "Aka, siz Bobirjon mo'mishni bilasizg'u?" dedim salom soatdan keyin. "Hey, nima deb valoqlatsa?" dedi u shu zamot achchig'lanib. "Bilamsa deganing nimasi? U degan mening inim tutsa, yot desam yotadi, tur desam turadi." "Undaq bo'lsa bo'ldi" dedim qiyinqaram patmay. "Bobirjon aka erta tong saharda Olmaota Moskva tez poyezdidan tushidi. Qarshi ilishqisi birga chiqaydi. Sizni mashina bilan og'ach ketay." Telefon trubkasini o'rniga qo'yib, "Uf" dedim. Ziyon tortmaydiganim aniq. Bobirjon aka cho'ng yoshli kishini hurmatlaydi. Qabiladosh tuqqan bo'lsa-mu, ajab emas. Yot desam yotadi deganni po'chilikqa chiqarvatdim. Ertasi atigandan Narboy akani mashinaga o'ltirg'izib poyezd bekitib keldim. Spatayev nomidagi maktabning ilmiy mudiri Jumag'ul Sarsonovmi 3 pionerga gul tutqizib yetib kelgan edi. Poyezd mo'ljallangan vaqtda kelib vokzalda to'xtadi. Bobirjon akama poyezddan tushdi. Dam ilishga ketayotgan bo'lsa kerak, ikki askar ikki cho'ng chamdonni qahramonning yeniga ilib keldi. Narboy shoir Bobirjon akaning oldiga berib salomlashdi. Haqiqatan yaxshi tanishadiganligi bilinib turadi. Sarsonov Bobirjon aka bilan qizg'in ko'rishdi. G'ozdek tizilib turgan pionerlar gul tutishdi. Men salomlashib bo'libla chamadonga qo'l uzatdim. Bobirjon aka pionerlarning mangliga suyib, ularni bag'riga besib rahmat aytdi. Hammamiz poyezd bekitining sirtidagi mashinaga qarab mangdik. Shu chog'da Narboy "Bobirjon, kelinni og'ach kelmadingmi?" deb qoldi. Bobirjon aka anglamg'anga soldi. Keynidan ergashgan Narboy aka iliq savolni yana takrorladi. "Bobirjon, kelinni nimishqa og'ach kelmading?" Qahramon bu dovramni ig'iz ochmadi. Mashinaga yaqinlab qoldik. Bobirjon aka so'nglashib kelayotgan Narboy iliq savolni yana takrorlagan edi. Shu chog'da Bobirjon aka birdilla to'xtadi. Yana qarab qopqini turib burtini titirdi. "Kelinni nima qilay degan eding, oljigan qeri?" dedi tishlarini g'uchiriltib. Narboy qattiq cho'chib chiroyi tamdek oqarib ketdi. "Ya, men o'zimchila el yurtni ko'rsin deganimg'u" dedi hodiqib. "Biror chataq chiqmag'iydi deb yuraklarim suv bo'lib ketdi. Shuning bilan Vosxor mehmonxonasiga keldim." Bobirjon aka tanishtirishni qo'limga tutqizib, tayyorlab qo'ygan yotoqqa kirib ketdi. Tanishtirishni mehmonxona navbatchisiga to'ldirishga berdim. Hayron qolarliqi Bobirjon akaning tanishtirishi ko'nrab, ikkiga bo'linib ketgan bo'lib, dastlabki surti chaplangan bet yirtilib ketgan ekan. Ishlarni bitirib yotoqqa kirsam, Bobirjon aka bilan Narboy aka paranglashib o'ltiribdi. Obro'y e'tiborimning borida ketgun bor edi, biroq ipini topolmadim. Qo'zg'alishga tamshiladim. "Bola", dedi Bobirjon aka go'ng'irlab. "Tuvanda oshxona borlig'ini bilasan-ku?"
Bilaman. Әмсі беріп тамақ buyurt deyve. Maňa hesap. 5 minutdan keyin mawu çalış ikimiz düşümüz. Aşxanaga kirip tördeki bir üstel keldim-de. Tamaq taýýarlaň. Bawurjan momuş kelip tamaq ýeýdi dep kütküçini olduratdym. Kütküçi ayol. O taza bir tersa çalgı dedi-de derhal üstel üstüge ýeňiden dastyhan silip tamaq taýýarlaş üçin taşqary öýge çykyp ketdi. Degen wagtda Bawurjan aka bilen Narbay akamy düşdi. İkisi tolam huşal görünetdi. Köp ötmey Jumagul Sersanowmy topamyza goşuldy. Tamaq üstüde Bawurjan aka bir az içilip ötken ýyly ıssyk gölde dem alganyny eýtişge başlagan edi. Ýenimizga Sozak naýysynyň kolhoz başlygy Pakar tulumdek simiz bireylen kelip gepniň beligi tepdi. Ýalyky başlyk meýdesine kirgeniçe Bawurjan aka qarap meňip bady-da Narbaynyň kolunu sykdy. Assalamu alaykum Narbay aka. Ötken qaytam bizning kolhozga kelip ketipsiz. Awuldy bolmay qaganymga aldyňyzda hejilmen. Ataýyn keliň, kütüp alymyz dep buduşqaqdak çaplaşdy. Ketidigandek emas edi. O başlyklarymyzga közüniň qyryny sepmi goýmady. Başgalarymyzga. Bawurjan ýene silkip dämi dep olturalmay watgan Narbay aka. Ýaxşy, ýaxşy degen gepni qylyp onundan patrak gutulyş iski bolatdy. Aman bolaň Narbay aka dep ýylak kişi burilibdi. Bawurjan aka. Hey yigit dep barqardy. Men Bawurjan momuş bolaman. Bir dastxanyň üstüde olturgan 3-4 adamny atlap salam bergende goýsa aty bowaňdan köýgendiň. Vay keçirsiňiz, keçirsiňiz. Hoşuny ýogatgan başlyk gaňgyrap galdy. Araga kirgen Narbay aka. Bu palan kolhoznyň başlygy degile turibdi Bawurjan aka. Özüňni tüzýelmej ýurtny kandak idara qilmakçysan, ýokal dedi burtlaryny örpäýtip. Tamaq ýelip boldy. Pulny öz ýenimden tölepdişik terraddut kılganym bilen akşam ýetidiganda qymmaýdy. Guwahnamyny kaldyryp goýup ketey desem, hesap kitap kılıp alaman dep ýonçugyny kol selişikde temşeldim. Hey bala, ýonçugyny kol jügütmej jim otda dep toktatdy meni Bawurjan aka. Ta bugünkü güne kadar özüm baýada hiç kimni pul töletkizgen emesmen. O kütküçini çakırtıp pulny hesaplatdy. Kütküçi çokan tolamy çöçüp, hem çöçügini ýoşurup, közlerini humalaştırıp, munçsum, munç tiýin debidi Bawurjan aka pulny derhal tutkuzup. Men saňa taňsyda hemra boldygan adam emes, nazy kereşmeňni goýup közemde ýokal dedi. Aýtmatov. El ýurtyga erkilgen Bawurjan momuşnyň mijaz çüs bogany bilen halkynyň çoňlaryga hörmet, kiçiklerge izzet kılgan adatyny unutmay kelgen, kadirlep ötken ulug insan edi. Şahanov. Çydap ýürer zimistanga tomuzga. Yatqay altın ýerniň bagyryda, közdün ýirakka taqumda, kaçan qizyp ilişiňni kütkiçe, pak haqiqat okşarmy şu altynga. Haqiqatnyň haman tenten kıldygyny iniq. Vatan urşydan keyin ardyň ýerim äserge ýakyn wagt ötüp, Sowet hökümeti tarqalyşynyň aldyda Nursultan Nazarbayewiň gaýt-gaýt hat ýazyp talap kılışı netijesinde Moskwa Bawurjan momuşga Sowet ittipakynyň kahramany degen namny berdi. Bu hoşallykny barlyk Qazaqstanlar mukaddes merek süpde tebrikledi. 1986 ýyly dekabr wakasynyň meseleleri bilen äpilişip ýürgen çaglarym Gorbaçew bilen uçuruş şakada aldyn ala kelişip goýulganlykdan Moskwaga uçuşdan ilgiri Qazaqstanlyk bir ressamny çakyryp alyp, ak argamaknyň üstüde neyzi tutup durgan Bawurjan akamynyň resmini syzdyryp, onuň astyga mundak bir şeir ýazdım. Köz yumgaça elbäxtini tuğ kılıçda çıň turgan, ar-nomusdan gep bolganda sendin kimler aşağılagan. Bir qiziqi jangahlarda Qaram Batur atylyp, şeripini yerim esir kiyin täsde alalagan. Sendek qaysar perzent tuğuş her ayalga äň çoň arman. Kiçikkina mukapatymny şu çaglarda kol astymda işleýdigan Oraljan Masakbaýewden Bawurjan momuşnyň çyrgyny ýakyp olturgan ogly bilen kelini Baqitjan bilen Zeynepge wätip berdim. Bu meniň ýüksek adamgerçilik bilen gaýtlanmas mijazyga iştiýak baglagan kahramanyň öçmes roýugy bolgan çeksiz hörmetimniň peqat kiçikkin sadasy edi halas. Bugün bir şeýge okaýly, dawamyny okaýmyz. Bu ýerde şu özüniň aýt, hudi bizniň Gany Batyrga okşaşlam, daňlyk bir batyrnyň hikaýesini sözläp atdy. Bunda bizninki şu uýgurlaryň işidimi? Bunda hikaýeler bekçik. Maksud Moýitdi, Mahmud Moýitdila. Haqqada anlagan bir hikaýe bardy. Buny hazır uzrap ketipdi wagt. Keyinki qetimlarda bir qetim dep berey. Bugün kitap okuşymyz meşegiçe bolsun, dawamynda okaýmyz. Allaha emanet.